Zarifa Sobirmi siz? O'tiring, gaplashib olamiz. Boshlig'ing bilan uchrashuvga chiqsang ajoyib bo'lar ekan. Stajingiz bormi? Menga tajribasiz xodimlar kerak emas. Stajingiz yo'q ish qilib, menga tajribasi bor xotin kerak emas. Siz bilan shartnoma tuzib olamiz. Ishonchliroq bo'ladi. Siz bilan shartnoma qilib olamizda, ishonchliroq bo'ladi. Ish vaqti haftada 6 kun, 8 dan 6 gacha. Aytmoqchi, dam olish kunlarida endi eslatib qilishim mumkin. Ish vaqti 24 ga yetdi. Ba'zan kechasi uxlamasligingiz ham mumkin. Rahbarlaringning hurmatini joyiga qo'yinglar. Bitta xonada 2 kishi ishlaysizlar, kelishib ishlanglar. Bo'lmasa ishdan bo'shatlar. Uydagi rahbarlaringiz, ya'ni qaynotangiz bilan qaynonangizni hurmatini joyiga qo'yishingiz kerak. Bitta uyda ikkita ovsin turasizlar. Kelishib yashanglar, bo'lmasa ikkalangiz ham haydalib ketishlari mumkin. Hadeb yo'q ruxsat so'rash yo'q. Ish o'z vaqtida bo'lishi kerak. Hadeb onam keyin ketaman deyish yo'q. Ish o'z vaqtida bo'lishi kerak. Eng asosiysi 3 yilda kamida 3 ta loyihani amalga oshirishingiz kerak. Eng asosiysi 3 yilda 3 ta o'g'il tug'ib berishingiz kerak. Eng asosiysi ishxonada men aytganim bo'ladi. Aqllarni yoqtirmayman. Agar rozi bo'lsangiz qo'l qo'yishingiz mumkin. Hozir xo'p deb ishga kirib olaver, bir kun alamim olaman. Uyda men aytganim bo'ladi. Aqllilarni yoqtirmayman. Agar sizlarga rozi bo'lsangiz, imzo cheking. Tak, yoshim o'tib ketyapti. Xo'p deb yerga tegib oling. To'ydan keyin meni ham qo'limga olaman. Hamidov, mashinadan sumkalarni olib tushing. Xo'p. Uyga keldik-ku. Uyda men boshlig'iman. O'zing tushirtasiz. Hisobotlaringiz nimaga chala? Tuzukroq qilsangiz bo'lmaydimi? Oling hammasini boshqatdan qiling. Bu kimlarni chalayuvdik? Tuzukroq qilib yursa bo'lmaydimi? Ushlab uni, yaxshiroq qilib yur. Hamidov, nimaga ish vaqtida kontur o'ynab o'tiribsiz? Undan ko'ra ishingizni qilsangiz bo'lmaydimi? Kechirasiz, Zarifa Sobirovna. O'rgildim. Nimaga uyda shuncha ish turib ovqat qilmasdan serial ko'rib o'tiribsan? Tur bor ishingni qil. Jamilov, bu oy Hamidovga premiya yozmang. Nimaga Zarifa Sobirovna? Nimaga? Chunki bu oy yaxshi ishlamadilar. Endi yaxshiroq ishlaymiz. Ana, uyda yotmang. O'zim qo'rqyapman-da. Yaxshi ish qilman deb Sobirovna. Bugun premiya yo'q sizga. Shunaqami hali? Yaxshi. Jamilov, Hamidovga bu oy uchun 2 baravar premiya yozing. Bo'ldimi? Endi kelasizmi? Hozir kiraman. Yashayapman u. Hey. Uy qulfladingmi? Qulfladim. Ishxonada ko'p ham o'zingdan ketmagin. Uyga kelishini ham o'yla. Xo'p bo'ladi. Zarifa Sobirovna. Mashinani qulfladingizmi? Ha, qulfladim. Uyda ko'p ham o'zingdan ketavermang. Ishxonaga kelishingizdan bor. Tushunarli. Albatta. Hamidov. Men sizga necha marta aytganman meni joyiga o'tirmang deb. Indamasa ja o'zingizni qo'yib yubormang. Kechirasiz, Zarifa Sobirovna. Olib kel yoqqa telefonim. Senga meni telefonimga qo'ling uchun tekkizmagin deganmidim? Kechirasiz. Yigitlar, ertaga nozik joydan tekshirish kelyapti. Ha, aytmoqchi Hamidov, bunda hujjatlaringizni u yoq-bu-yoqqa qarab qo'ying. Sharmanda qilmang meni yana. Xo'p bo'ladi. Holatda. Ertaga onam kelyaptilar. Nozik tekshirish bo'ladi. Onamni yonida sharmanda qilmaman. Xo'p bo'ladi. Onamga sal yaxshiroq qara, ko'ngillarini nima yegisi kelsa qilib bergin. Yotishdan oldin обязательно oyoqlarini uqalab qo'ygin. Mayli oyijon, qo'yavering. Ertaga ishga borsin, onasini ko'rsataman. Oyijon, biz ishga ketdik. Ketdikmi azizim? Yo, men ishga bormayman. O'zing boraver. Komissiyani o'zing kuzatarsan. Onamni davrida yashab olib. Mayli oyijon, yaxshi boring. Yana bir kun qolsangiz bo'ladi-da, ona. Sizdan qo'ymayman. Yana kelaman deyaptilar-ku. Yaxshi o'tiring. Ertaga ishga borasiz-a, lekin. Boraman конечно. Meni hech narsadan qo'rqadigan joyim yo'q. Bir joy damlar. Hamidov, yaxshilab tozalang. Xonamizni bir qilib bori to'kilsin. Xo'p bo'ladi, Zarifa Sobirovna. Onlardan aytib bo'lganingizdan keyin kirib yelkamni uqalab qo'yasiz. Uyda yaxshilab uqalab qo'ysam bo'lmaydimi? Shart emas. Yotavermasdan turib sal podezlarga qarab qo'y. Qo'shnini xotinini qara, ishini qilib tozalab qo'yadi. Sal o'rnak olsang bo'lardi. Bir kunda endi podez tozalamagan. Nima? Xo'p bo'ladi deyman begim. Mana barakalla to'qiynilar. Ishga kelganingizga ko'p bo'lmasa ham juda katta natijalar ko'rsatyapsiz. Ba'zi bir yigitlarimiz ham sizdan o'rnak olishsa bo'lardi. To'g'rimi Hamidov? To'g'ri aytasiz, Zarifa Sobirovna. Iltimos, haydamang Zarifa Sobirovna. Kecha o'zingiz to'xtab turuvdingiz-ku. Kecha edi. Bugun. Boring boshim qotirmang. Ay, bu nima mana? Tushunmadim. Nimaga to'g'ri ishdan bo'shatib yotibsiz? O'zingiz nimaga to'xtanglar bilan burchaklarda ingillashib yuribsiz? O'rnaga
olyapman. O'rnagini faqat mendan olaman. Rashk qildirib yubordim-ku, ha? Qo'shni yangi mashinalar muborak bo'lsin. Ha, endi peshina teriga olingani boshqacha bo'lar ekan-da, qo'shni. Hamida, tezlashing, kechga qolyapmiz. Xo'p bo'ladi, hozir. Uzr, peshina terini chaqirib qoldi, qo'shni, gaplashamiz. Peshona juda qattiq keladi-da. Ehtiyot bo'ling, sho'rmasi. Qo'yib qo'ygandek bo'kirtirib, haydamasa ehtiyot bo'lib mining. Eringga meni ishni o'rgatmagan, qana haydashni o'zim bilaman. Zarifa Sobirovna, yangi yildan oylikni ko'tarsangiz yaxshi bo'larmidi? Avval ishni yaxshiroq qilsangiz yaxshi bo'larmidi? Xo'p bo'ladi, yaxshiroq ishlaymiz. Qarang, aylanishga chetga boraylik. Tushundingizmi? Menda hozir unaqa pul yo'q. Qachon bo'ladi? Qachon oylikni ko'tarsangiz o'shanda bo'ladi. Shunda ko'taramiz. Bu yil eng yaxshi xodim premiyasiga ikkita nomzod bor ekan. Bittasi Hamidov, bittasi Dostonov. Qaysi biriga beramiz? Albatta, Dostonovga beramiz. Mayli, chiqsa yo'q. Uyda nominatsiyani o'zim beraman-ku. Hurmatli hamkasblar, yilning eng yaxshi xodimi Hamidov bo'ladi. Tabriklaymiz. Rahmat. Kutmagandim. Bu Hamidov nima qilib ko'ndirdikina? Yilning eng yaxshi xotini nominatsiyasi g'olibi Zarifa Sobirovna bo'ldilar. Tabriklaymiz. Voy rahmat, kutmagandim. Bu yo'g'i tanish-bilish bo'lib ketdi-yu, ha? Mana sizga otpuska Zarifa Sobirovna. Shu yerda tug'ilganmisiz, Hamidov? Ha, qishloqdan chiqqanman. Ishqilib, bu yerdan keyin yer tugab qolmaydimi? Oyijon, o'zligini kaskelyapmi? Bor qizim, bo'laveradi. Unda bir sigir sog'orinchi qizim. Azizim, men sigir sog'ishni bilmayman. Vaqma qilma, ha? Sen boshliqsan. Sigir sog'ish ham xuddi budjetni pulini sog'ishdek gap, qani? Voy, buni pishirlashini 5 minutdan turib bo'lmaydi-ku buni oldida. Endi bildingmi nimaga kechasi bilan uxlamay chiqishimni? Javobga bitta nima qilaman? Voy, zo'r bo'lardi. Xodimlaring maza qilardi. Qo'rqmasala. Jonimdan nimadan qo'rqaman? Sigirga aytyapman, qo'rqmasala. Qo'rqaman. Qo'rqmang Zarifa Sobirovna. Siz rahbarsiz. 300 ta odamni boshqargan bitta sigirni sog'a olmasangiz, ular. To'g'ri aytasiz, Hamidov. Qani qo'shib turingchi. Yo, bismillah. Bitmadim, Hamidov. Yaxshi, Zarifa Sobirovna. To'ydan oldin menga o'zicha buyruq berardi. Endi sigirimni sog'ib o'tiribdi. Shuning uchun yigitlar bilan o'chakishib bo'lmaydi. Sog'dirib yuboryapman, qishloqdagi darslarni davom ettiramiz, Zarifa Sobirovna. Endi sizga tovuqlarga qarashni o'rgataman. Xo'p, bo'ladi. Menimcha siz buni juda ham oson uddalaysiz. Nega? Chunki tovuqlar sizni o'zimizga deb o'ylaydi. To'g'riga qarab olganingizdan keyin yerlar yumshatib qo'yasiz, kelin. Bo'ladi. Shu to'g'riga mazada. Nimaga? Qaynonasi yo'qda. Shuning qiling Zarifa Sobirovna. Tovuqlarning 30 tasiga bitta xo'roz. Sizni bitta o'zingizga, bitta o'zimmi? Birinchi bo'lib xodimlariga zo'r oylik va'da qilib chaqirgandek, ularga ham don sepib chaqirasiz. Mana. Sizni ham shunaqa chaqirganman-da, Hamida. Shahar tovuqlari bilan qishloq tovuqlari nima farqi bor? Shahar tovuqlari bezbetroq bo'ladi. Qishloq tovuqlarida sal uyat bo'ladi-da. Tovuqshunos bo'lib keting. Sen ishxonada professor bo'lsang, men qishloqda professorman. Qarang, yaxshi ishlagan xodimga ko'proq premiya bergandek, yaxshi tuxum qo'ygan tovuqqa ko'proq don berish kerak. Yo'q, qani ko'proq bersan bo'lmaydimi? Yo'q, tovuqlarda tanish-bilishlik yo'q. Bo'lmasa tuxum qo'ymay qo'yadi. Ha, nima bo'ldi? Qiluvding? Borani yoqadan haydovdim. Ha, shuning uchun xo'rozlar bilan o'chakish bo'lmaydi. Cho'q qilib olishi mumkin. Yashayapsiz, Hamida. Shaharga ham keldik. Qishloqda yana 3-4 kun yashasak bo'lardi-da. O'zi ko'p yashab oldik, shundoq ham Hamida. Bizdan bir yashab olaylik. Shaharga qaytib adashtirma deyman-da. Onam meni olib kelsam bo'ladi. Bunisi sigirlar uchun. Mana bu esa tovuqlar uchun. Shoshmay turing, yana bor. Abbaga kerak emas, sizlarga so'rayman. Yo'q, kerak. Statistika ham qilib qo'yasiz. Men statistika qila olmayman. Biz ham o'rgandik-ku. Mayli, kechasi qolishimga to'g'ri kelar ekanda. Bunisini o'zim qila qolaman. Men bugun rosa charchadim. Bir qo'l olaman deylik. Mana bugun rosa charchadim-da. Shuni ko'chada zapas qila qolaylik. Undan ko'ra ko'chaga chiqib qolaman. Ko'chada pishirib beradiganlar bor-ku. To'xtang. O'zim pishirib beraman. Yana mazasi qochib qolmasin. Ko'chadagilarnikini yer. Azizim, Nima? bugun kostyum kiymasingizdan bo'ladi, xo'sh. Aql o'rgatmagin, o'zim bilaman nima kiyishni. Zarifa Sobirovna, shanba kuni bo'ladigan tadbirimizni biron bir banketning zalda qilsak qanday bo'lardi-na? Menga aql o'rgatmang. Uyda qilasiz aqlingizni. Xo'p bo'ladi. Shanba kuni bizdagi xonada to'qa dam olishga boradi. Jamilov filmlarimiz boshchilik qiladi. Xo'p bo'ladi. Faqat Hamidovdan boshqa. Nimaga Zarifa Sobirovna? Chunki Hamidov ishlasin. O'zi shundoq ham uyda ko'p dam olyapti. Men o'rtoqlarim bilan dachaga ketyapman. Ovozingni o'chirda, ishlaringni qil.
O'zi ishda ko'p dam olyapsan. Mana bezovta qilmagin. Ko'p bo'ladi. Hamida, qachon sizda yangilik bo'ladi, a? Amunda o'zingiz ustingizda ishlang, salgina yangilik qiling, biz ham rivojlanaylik. Qilma, harakat qilmayman-ku. Yo'q, qo'shnilar so'rab qiqvordi. Yangilik bormi deb. Bu joyga ko'rim, sal harakat qilgin. Bitta men qilmayman-ku harakatni. Hamida, Labay Zarifa Sobirova. tabriklayman. Bundan lavozmingiz oshdi. Nimaga Zarifa Sobirova? Axir menda hech qanaqa yangilik yo'q-ku. Zato endi yangilik bor. Rostdanmi? Yashab oryapman-ku. Yaqinda baldabsan 2 soatda yo'rakan-ku. Ko'chada eshak o'tirib yotsa bo'lyapti. Qishloq yaqin deb aldama borib ishlab Facebookdan eshakni o'rniga ishlarni qilib qo'yganimiz yo'q. Hamida, tez chiqib ishxonani hovlisidagi daraxtlarni oqlab qo'ying. Endi ishxonam daraxtini ham yo'qlaymanmi? Har holda bu sigir sog'ishdan ancha osonroq. Xo'p bo'ladi. Podezdani 1-etajdan 4-etajgacha yaxshilab tozalab chiqasan. Undan keyin uylarni yig'ishtirib, kechgalarni cho'zib qo'ygan, xo'p? Bugun doktor homiladorligingiz esingizdan chiqib qolyaptimi deyman. Bu ketishda bolaga yomon bo'ladi dedi. Ha, unda yotib damingni ol. Menga bola ham, sen ham sog'lom keraksan, xo'p? To'xtang, kelishingizda lahmon olib kelarsiz. Aha, xo'p. Homiladorligimda yashab olay. Hamida! Nima bo'ldi, ishlaymi? So'z boshlandi. Nima qilay, nima yeyga kelgan? Yo'q, menga pirog bering. Endi sen boshlasan-ku. Bo'ling, bola qo'rqyapti. Tur o'rningdan. Men bilan gaplashganda o'rningdan turib gaplash. Yo'qyapti. Menga ham yoqdi lekin. Bo'ling. Ha. Bor, menga bitta kofe damla, tez. Ha, nima bo'ldi? Nima qiling yana? Bo'p, ishim yo'q. Yo'q, hamma bo'ldi. Yaxshilab urishib bering. Bo'ling dedim sizga. Ha, xo'p. Sen indamasa ja o'zingdan ketib qolding. Bugundan boshlab mana aytganim bo'ladi. Aql o'rgatib o'psha menga. O'tir desam o'tirasan, tur desam turasan. Hamidov, sal sekinroq. Zarifa Sobirovna homilador bo'lsalar. Ya sizga nima? Men aralashadi. Boring ishingizni qiling. Davom eting, Hamidov. Er xotinni tom ketib qolibdi. Qo'y-a? Bo'ling. Xo'p. Mana senga. Ishlamasdan oylik so'raysan, iflos. O'yin emas. Ye, kim sivoyatyapti? Bosing Zarifa Sobirovna, so'yib tashlang onasini ham. Takshiga payt qiynalasan deyishuvdi. Ha, zo'r ekan-ku. Hamidov, O? ariza yozing. Tushunmadim. Ishxonadan kelyapti. Hamma bo'ling so'rayapti. Ha, boshdan o'zi nimadir aytuvdim. Bolamga aytib qilmasin. Haydamanglar.